Assalomu alaykum hammaga. Oktyabr to'yiga xush kelibsiz. Juda katta tanaffusdan keyin birinchi navbatda hayajondaman, ikkinchi navbatda xursandman qaytayotganimdan. Va ko'rib turganingiz, bu juda ham bir bejirim quti ichi to'la kitoblar va biz 2025-yilni yakunlayapmiz. Asaxiy Books loyihasi esa mana shu yildagi eng top bo'lgan bestseller kitoblarini ro'yxatini e'lon qildi va ichida o'z-o'zidan o'sha kitoblar bor. Siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va o'qiganlarimni bu yerda sizga ozgina tanishtirib o'taman. Siz uchun juda qulay, ya'ni 2026-yil qanaqa kitob o'qisam ekan degan bir ikkilanish bo'lmaydi. Shunchaki mana shu ro'yxatdagi o'zingizni qiziqtirgan kitoblarni o'qishni, mutolaani boshlashingiz mumkin bo'ladi. Bunda agar men yordam tegayotgan bo'lsa, xursandman. Instagramda albatta bu to'plam haqida kichik bir video joylagandim, lekin baribir bemalol bo'lib YouTube'da gapirganimiz yaxshi, chunki ichida o'qigan kitoblarim bor, ularni ozgina gapirib beraman yoki men uchun ham qiziq bo'lgan kitoblar haqida to'xtalaman, ular nima uchun o'qimoqchiligim haqida to'xtalaman va aytganimdek, men o'qiganlarim bor ichida. O'z-o'zidan u kitoblar menda ikkita bo'lib qoladi va ikkinchi kitobni uyda turgandan ko'ra qaysidir bir tomoshabinga yoki obunachimizga sovg'a sifatida berganimiz yaxshi. Uni ham qanaqa ko'rinishda, qanaqa tarzda berishimizni aniqlaymiz birga. Rahmat. Kerak. Men e'tiborimni tortgan narsa bu mana shu jadval deymizmi? Bu yerda 2026-yil o'qigan kitoblarim deb yozilgan va bu yerda jadval ko'rinishida raqamlab chiqilgan. Yoniga kitobning nomi, muallifi, qachon boshlagansiz, tugatganingiz va nechta yulduzcha berishingiz, ya'ni reyting berishingiz mumkin. Yetdim-ku, ya'ni 26-yil o'qiydigan kitoblaringizni ko'pini mana shu yerda tanlab olasiz. Boshlaymiz. Raqamlar uchun yaralgan idrok. Matematika va tabiiy fanlarni qanday qoyillatsa bo'ladi? Asaxiyning ham bestseller ekan. O'zini yorliqchasi bor. Matematikaga qiziqadiganlar, hisob-kitobga yoki umuman sohasi shunga yaqin bo'lgan insonlar uchun yaxshi asar. Sezayotgan bo'lsangiz, juda bir umumiy gapiryapman, chunki bu kitobni o'qib ko'rmaganman, tanishmas, lekin menda bu kitob bor. Ana shu bestsellerlik nishoni uchun olganman bu kitobni, qiziqib, lekin hozircha hali vaqt bo'lmadi bu kitobga. Bu yaxshigina trend bo'lgan kitob. Yashamoq ko'pchilikni ko'z yoshlariga g'arq qilgan asar, chunki ya'ni ko'pchilikni emotsiyaga to'ldirib tashlagan, emotsiyaga ko'mib tashlagan asar va qaysidir ma'noda ko'ngilni ezadigan kitoblarni unchalik o'qishga o'zim xushim bo'lmaydi, qiynalaman, chunki boshlab qo'yaman, keyin voqeasiga kirib ketib qiynalib qolaman degan fikrlar bo'ladi. Shuning uchun hali qo'l urmaganman bu asarni o'qib ko'rishga. Qaysidir ma'noda juda ko'pchilik qiziqayotgani bo'lgani uchun ham balki men to'sib turgandir ichimdan kitob o'qishga, lekin anchayin O'zbekistonda yoki o'zbek kitobxonlari ichida mashhur bo'lib ketdi. Bir-biriga ko'pchilik tavsiya ham qilishdi. Ya'ni men o'zimga demoqchiman, yaqinlarim orasida. Siz o'qiganmisiz? Yozib keting izohda fikrlaringizni. Yana bir Asaxiy bestselleri Yalang'och iqtisodiyot. Bu kitob ham menda bor, lekin hajmi biroz qo'rqitgan va meni deylik butunlay bir iqtisodiyot baribir deylik meni unchalik qamrab olmagani uchun yoki bu soha baribir murakkab ko'ringani uchun hamdir o'qib ko'rmaganman. O'zi odatda men kitoblarni o'qisammikin, o'qimasammikin degan dilemma ichida yurganimda qaysidir bir yaqinim va yoki yaqinim bo'lganda ham uni kitob tavsiyalarini haqiqatda qiziqib tinglaydigan odam gapirib qolsa, sirazi o'qishga bo'lgan motiv oshib ketib qoladi. Va bunaqa sabablardan keyin o'qigan kitoblarim ko'p olib turib yoki uyimda bor, o'qimay yuribman, lekin o'sha yaqin qaysi insonimning gapidan keyin o'qib ko'rgan kitoblarim ko'p. Yana bir xuddi shunday asar, bu kitob premyera qilinganda qiziqib sotib olgandim, lekin hali vaqt bo'lmadi o'qishga. Jordan Petersonni ko'pchilik yaxshi taniydi, uni bu kitobi ham anchayin yaxshi sotilgan. O'zbekistonda ham mana Asaxiy bestsellerlar qatorida ekan. Bu demak ko'pchilik kitobga qiziqish bildirganini ham anglatadi. Albatta kitobda shaxsiy rivojlanishga oid bo'lgan adabiyotlarda hamma deylik tavsiyalarni ham siz o'zingizning hayotingizda qo'llab ko'ra olmasligingiz mumkin, lekin boricha ishlatsangiz, qancha ishlatsangiz shuncha yaxshi. Va bu yerda shunday kitoblar bor, men o'qiganman, rostdan menga foyda bergan.
ular chiqishi bilan gapirib beraman sizlarga. Jannat. Men bu kitobni singlim so'raganda sotib olgandim va singlimga sovg'a qilgandim. O'zimda hozir yo'q. Romandagi barcha voqealar bosh qahramon 12 yoshida otasining qarzi uchun qullikka berib yuborilgan afrikalik bolakay Yusufning tilidan hikoya qilinadi. Asarni o'qir ekansiz, undagi voqealar sizni o'ziga ohangrabodek torta boshlaydi. Chunki yuqorida aytganimiz, siz u biz Afrika haqida eshitganlarimiz romanda aslidek qilib tasvirlab berilgan. Bir so'z bilan aytganda, Jannat intellektual nasriy asarlarni sevuvchi insonlarning sevimli kitoblaridan biriga aylanadi. Masalan, mana shu gapi meni e'tiborimni tortdi. 2 hours later. Endi kitoblarning sifati haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. 300 bet ekan. 2 kun. 2 kun. O'qiymiz. Latte omili. Bu kitobni o'qiyman deb yurgandim. Nimaga? Chunki kerakli kitob. Ko'pchilik shu yuqorida aytganimdek tavsiya qilishni boshlagan va ayni menga hozir kerak bo'lib yurgan kitoblardan bittasi. Umuman pulni ushlash yoki jamg'arish va hokazo va hokazo. Asaxiy bestseller. Menimcha bu birinchi yil emas, bu bir necha yillardan beri bu ham omadli chiqqan kitoblardan bittasi. O'qiymiz ya'ni bu kitobni. Men ana o'qimoqchiman va yaqin orada sizlarga ham o'qish kerakligini va nima uchun kerakligi haqida ham albatta video kontent bo'ladi. Tayyormisizlar? Anomaliya. Nimaga men bu kitobni juda ham yaxshi ko'raman? Chunki aynan mana shu kitob bilan biz Instagramda 100+ kitoblar haqida video challenge-ni boshlaganmiz. Asaxiy bu kitob reklamasida kafolat beramiz. Hali o'zbek tilida bunaqasini o'qimagansiz deyishgan va bilasizmi? Ular to'g'ri aytishgan. Rahmat montajyor. Ha, o'sha video. O'sha ko'rishgan, hammasi ko'rishgan bu yerdagilarni. Ha, demak, anomaliya. Bu fantastik, ilmiy, psixologik, detektiv drama elementlari bor bo'lgan asar. Miyamni portlatdi. Emotsiya juda ham dahshat bo'lgan. 2-3 kun ichida o'qib tugatdim. Sujet qiziqligi uchun, u yerdagi ritm tez bo'lgani, baland bo'lgani uchun o'qidim mazza qilib va kitobni videodan keyin, tavsiyadan keyin o'qib ko'rganlarning ham katta qismi xuddi shunaqa fikrlar bildirishdi. Navbatdagi kitob Yapon zobiti. Bu kitob haqida gapirib berishgan. Shuning uchun o'qimay qo'yganman. Ya'ni o'z bilib bo'lganman nima bo'lishi. Ba'zida bo'ladi, mana shu ham juda og'riqli mavzu, spoiler qilib qo'yishlari. Shunday asarlar bo'ladi, spoilerdan keyin ham baribir o'zim bir o'qib ko'rishim kerak, o'zim bir ichimda his qilib ko'rishim kerak deyish mumkin, lekin har doim emas, bu omadli bo'lib qoladi. Masalan, Evrilishda menda shunaqa bo'lgan. Bilganman oldindan yoki Molxona asarida ham shunaqa edi. Lekin o'qiganman. Hozir o'qiyotgan asarim Usto va Margarita. Unda ham sochun spoilerlar bor. Menga deylik aytilgan, lekin baribir o'qiyapman. Xuddi shunday. Lekin bu kitobni hali boshlab ham ko'rmadim, to'g'ri, balki kitobga bir imkon berib ko'rishim kerak. Shunda sho'ng'ib ketarman balki. O'zi niyat ko'p. 2025-yilda 77 ta o'qishim kerak bo'lgan kitoblar degan ro'yxat qilgandim o'zimcha. Va ro'yxatdan ham chiqib ketdik, chunki Yo'lur aka men deylik shu ro'yxat tuzayotganimda xayolimga kelmagan juda ko'p kitoblar bor edi. O'z-o'zidan menimcha 77 taga yaqin kitob o'qib qo'ydik. Hali bu haqda ham sarhisob video bo'ladi. Va o'sha sarhisob videoda juda katta yangiliklarni ham balki e'lon qilishim mumkin tayyorlayotgan. Va umuman 77 ta kitob qila oldikmi, o'qiy oldikmi yo'qmi bilmadim, lekin bitta muhim dars bo'ldi menga. Ma'lum bir limit yoki qanaqadir bir ro'yxat qilish kerak emas, ya'ni qat'iy ro'yxat qilish kerak emas. Baribir xohlaymizmi yo'qmi, bizni ayni yashab turgan vaqtimizdagi holatimizdan kelib chiqib yoki deylik vaziyatimizdan kelib chiqib, u qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin? Psixologik yoki moddiy vaziyatimiz yoki holatimiz, qiziqishlarimiz shulardan kelib chiqib, keyin kitob izlash yoki shulardan kelib chiqib siz ozgina deylik tushkun holatdamisiz, shu kayfiyatni ko'tarishga yordam beradigan asar badiiy yoki deylik shuna holatdan chiqib ketishingizga yordam beradigan psixologik kitob. Shunaqa ko'rinish, ya'ni sizni kasallingizga qarab yoki sizni deylik muammongizga qarab kitob tanlab o'qiganingiz yaxshi ekan. Siz butun yil davomida qanaqa kayfiyatda o'tishingiz oldindan bilmaysiz. Shuning uchun aniq kitoblar ro'yxatini qilish qiyin masala ekan. Deylik, bo'lishi mumkin bir 10 tacha, lekin qat'iy mana shuncha deb turib qilish xato ekan. YouTube'da bitta narsasi yoqyapti, limit yo'qda hozir.
limit yo'q. Fikr ko'p bo'lardi kitob haqida kontentlarda, lekin limit bo'ladi. 1,5 daqiqaga sig'dirishim kerak degan. Hozir bemalolman. Sizlar ham bemalol o'tirib olaveringlar, bemalol, shoshilmanglar, hech haqqi. Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi. Steven Covey. Siz bu kitobni o'qiganmisiz? 40 million nusxa sotilgan ekan. Yozilganligi 30 yil o'tgan bo'lsa ham hamon biznes va shaxsiy rivojlanishga doir bestseller asarlari maqomini saqlab kelmoqda. Asar o'tkinchi trendlar, yuzaki va siyqasi chiqqan ommabop psixologiyaga emas, boqiy tamoyillar, adolatli samimiyat, sadoqat va inson qadr-qimmatiga tayanib maslahat beradi. O'qib ko'rsam aytaman. Yoki siz o'qigan bo'lsangiz, yozib keting. 1984 George Orwell. Jahon adabiyotining eng mashhur asarlaridan biri. Men bu kitobni qanaqa o'qiganman, eslasam. Asarning yarmilariga kelganda to'xtab qolganman. O'qimaganman. Shunchaki o'qimaganman. Pauza qilganman. Ancha vaqtga. Ancha vaqt sizda qancha bilmadim, menda bu 1 oycha, ya'ni qaysidir kitobni o'qib turib 1 oyga to'xtatganman. Boshqa kitoblarni o'qib, orada keyin yana qaytib keldimda, keyin o'qidim. Oxirgi narsa, oxirgi yakun albatta odam yuragini xijil qiladi, lekin o'qib tugatib baribir ko'p narsani tushunganman. Umuman bu kitobni o'qigandan keyin ko'pchilik har xil emotsional holatga tushib qoladi. Muhimi bu kitob nima bermoqchi bo'lganini tushuning va imkon qadar katta og'ani ta'siridan qochishga harakat qiling. So'z. Bu kitobni ham o'qigandim. Bir pas o'qib tugatiladigan kitob. 100 bet. Bunaqa kitoblarda yana bitta bor. Ixchamlashtirilganda, yaxshigina ixchamlashtirilgan, konkret sizga o'rgatadigan va siz hayotingizga tatbiq qila oladigan narsalar bor. Masalan, samaradorlikning 21 yo'li. Katta qurbaqalarni birinchi o'qing. Ko'p joyda eshitgan bo'lishingiz mumkin bu misolni. Inson doim o'sha samarador kunini samarador o'tkazishi, ishida samaradorlik bo'lishi uchun bir necha to'siqlardan o'tishga to'g'ri keladi. Zerikish yoki katta ishlar, qiyin vazifalar yoki ko'p vaqtni oladigan, ko'p stress beradigan, ko'p energiya yo'qolishiga olib keladigan yumushli vazifalar bo'ladi va miya xohlab-xohlamay bu ishni orqa-roqqa surish haqida bizga signal beraveradi. Umuman bu hammada bo'ladigan tabiiy narsa. Qisqacha qilib biz buni erinchoq yoki dangasalik deymiz. Kitobda esa kunning birinchi qismida tongda turib qiladigan ishlaringni birinchidan reja qil va ularning ichida eng kattalarini birinchi qilishni boshla deydi. Chunki birinchi bo'lib eng qiyin vazifalarni bajarib olsang, qolgan kunning qismi yengil o'tadi. Ana bu narsani qilishim kerak edi, baribir bo'pti, bugun qilmadim, qolib ketdi. Ertaga baribir qilishim kerak edi deysiz. Baribir qilishingiz kerakmi? Unda bo'ldi. Hozir o'tiring, hozir qiling. Shu haqda o'rgatadi. Va bu yerda juda yana ko'p sizni o'zingizni shaxsiyatingizni birinchi navbatda yengil bo'lishingizga yordam beradigan tavsiyalar bor. George Orwelldan ikkinchi asar Molxona. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin sizni odamlar qanday manipulyatsiya qilishi, qanday qilib siz barchani yoki deylik katta qism insonlarni so'zlariga xo'p deb qo'yishingizni, ularning qoidalariga, shartlariga qanday qilib ko'nib qo'yishingizni bilasiz. Ya'ni men ko'rgan rakurs shunaqa. Ma'lum bir toifa insonlari sizni yetarli darajada manipulyatsiya qila olishadi. Ular sizda rol ekanligini ayta turib, ammo sizni boshqarishayotgan bo'ladi. Albatta, bu yerda undan ham katta mavzu Molxona asarida. Buni siz mana bu oddiy muqovadagi assilkadan ham bilib olsangiz bo'ladi, lekin men birinchi bo'lib kitob haqidagi fikrlar sifatida ta'riflab o'tgan qismim ham bor narsa. Va o'zimman bunaqa kitoblar ko'p. Umuman kitob o'qishga kirib, sekin-asta mana shu saviyali kitoblarni oqimga tushib olganingizdan keyin sekin-sekin bu kabi haqiqatlarni o'zingiz uchun ochishni boshlaysiz. Mamlakatlar tanazzuli sabablari. Bu kitobni boshlagandim yil avvalida, chunki ro'yxatga qo'shgandim o'sha 77 ta kitob ro'yxatiga, lekin oxiriga yeta olmadim. Tayyor emas ekanman. Qanday qilib qaysidir davlatlar, qaysidir deylik jamiyatlar farovon, boy va qaysidirlar nimaga kambag'al degan savol haqiqatdan sizning miyangizda bo'lishi kerak, bunga javob izlashingiz kerak. Ya'ni qiziqishingiz kerak bu kitobni o'qishga.
Va agar sizni tempingizga, sizni deylik, qiziqishlaringizga tushadigan bo'lsa, eng qiziq asarlardan, eng foydali va juda ko'p ma'lumotlarni o'zining ichiga olgan kitoblardan bittasi. Yana bir kitob Rejali ayol May Musk. O'qiganlar bo'lsa, fikringizni izohda qoldirishingiz mumkin. O'zimdagi bu kitobga yaqin orada murojaat bo'lmasa kerak, lekin o'qisa bo'ladigan asar deb o'ylayman. Beparvolikning nozik san'ati. Mark Manson. Shu kitobga ishim tushyapti oxirgi paytda. New York Times bestselleri 10 milliondan ortiq sotilgan ekan. Mark Mansonning qo'lingizdagi kitobida achchiq haqiqatlar jamlangan. Ular o'zimiz va olam haqidagi yolg'on tasavvurlarimizni to'g'irlash qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Muallif voqelikni tan olib, unga tik boqishga chaqiradi. Yillar mobaynida bizga ijobiy fikrlash, baxtli va muvaffaqiyatli hayotning kaliti deya uqtirib keldilar. Ortiq unday bo'lmaydi. Ijobiylikka tupuring, deydi Mark Manson. U ilmiy tadqiqotlar xulosalari va o'rinli o'tkir hazillar yordamida o'z argumentlarini asoslaydi. Atom odatlar judayam topda, trenddan tushmayotgan va bir necha yillardan beri aynan mana shu asaxiy bestsellerlarning ham ro'yxatida yakka peshqadamlik qilayotgan kitoblardan bittasi. Yaqinda bu kitob haqida umumiy fikrlarimni ham bildirib o'taman. Ancha muhim g'oyalar bor. Umumiy o'sha hamma biladigan narsa, o'sha kichkina odatlardan o'zingizni o'zgartirishni boshlang. Kichkina odatlar sekin-asta katta o'zgarishlarga olib keladi. Katta muvaffaqiyatlarga bitta sabab bo'ladi. Zukkolar va landovurlar. Bu kitob menda yaqinda bordi, lekin sovg'a qilgandim. Yana o'zimda bor endi do'stlar. Menga qaytganing bilan seni tabriklayman. Qo'rqmani yaxshi bilasiz. Ko'pchilik o'qidi bu asarni. Yaxshi fikrlar bildirdi. Ko'p kitobxonlarimizni e'tiboriga tushdi bu asar chop etilgandan keyin. Nima deysiz, shu kitob haqida ham kontent qilamizmi? Izohlarda albatta fikringizni kutaman. Va hozir men oxirgi kitobni olaman. Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Bu kitob menda bor edi. Oldindan buyurtma, o'sha premyeradan oldindan buyurtma qilib javoniga qo'shib qo'ygandim. Endi menda bu kitob 2 ta. Va bu yerdagi ayrim kitoblar ham menda 2 tadan bo'lib qoldi. Bularni mayli o'ylaymiz. Bu kitobni keling shu videoning o'zida qandaydir bir siz bilan kelishib biror uslubda g'olibni aniqlaymiz. Bugun videoda ko'rib chiqqan to'plamdagi 20 kitobni ichidan o'zingiz o'qigan biror birini tanlab, izohlarda o'sha kitob haqida qisqacha fikringizni qoldiring va aynan video chiqqanidan keyin 5 kun o'tib yig'ilgan izohlar ichidan bitta menga yoqqan yoki deylik hammanga yoqqan va eng ko'p like to'plagan izohlardan birini egasiga mana shu kitobni sovg'a qilamiz. Agar viloyatda bo'lsalar, jo'natma orqali chiqarib yuboramiz. Menimcha kelishdik. E'tibor uchun hammaga rahmat. Bu bizni birinchi freestyle kontentimiz bo'ldi kitob haqida. YouTube kontentlarini ham ko'paytirish niyatida yurganimni inobatga oladigan bo'lsak, menga yangi g'oyalar kerak. Ular ustida ishlayapman va siz ham o'zingizning takliflaringizni menga yuborishingiz mumkin, izohlar bo'limida qoldirishingiz mumkin. Sizga qaysi kitoblar qiziq yoki YouTube uchun qanday formatda siz bilan gaplashganimiz, suhbatlashib turganimiz, ko'rishib turganimiz ma'qul bo'lishi mumkin. Biror bir kitobni tanlab yoki bir necha kitoblar yana yoki oy sarhisoblari ko'rinishida va umuman sizga uzun kitob haqidagi uzun videolar yoqadimi yo'qmi, albatta fikringizni kutaman. E'tibor uchun alohida rahmat. Oxirigacha ko'rganlarga esa o'sha gap, mana shu shartimiz amalda 5 kun ichida izohlardan eng menga yoqqani va ko'p like yig'ganlardan biriga Otabek Mahkamov mana shu kitobini sovg'a qilaman. Like bosing, obuna bo'ling albatta. Foydali videolar bor kanalda, ularni o'tib ko'ring va yana oldinda yangilari chiqadi. Ko'rishguncha.